Ko'pchilik bu haqda umuman o'ylamaydi. Lekin norasmiy ishlash sizni nimalardan mahrum qilayotganini bilasizmi? Siz ishlayapsizmi? Yaxshi, lekin bir savol, rasmiy ishlayapsizmi? Chunki rasmiy ishlash bu faqat maosh emas, bu kelajagingiz himoyasi. Rasmiy ishlasangiz, ish stajingiz hisoblanadi, pensiyangiz shakllanadi, ish haqqi o'z vaqtida va kafolatli to'lanadi. Xavfsiz mehnat sharoiti va ijtimoiy sug'urta bo'ladi. Kasallik va ta'til pullari ham to'lanadi. Norasmiy ishlasangizchi, ish staji yo'q, pensiya jamg'armasi shakllanmaydi. Ish haqi kechikishi yoki umuman to'lanmasligi ham mumkin. Mehnat sharoiti va ijtimoiy himoya bo'lmaydi. Kasal bo'lsangiz ham, ta'tilga chiqsangiz ham haq to'lanmaydi. Ya'ni bugun pul topdim deb o'ylaysiz, lekin ertaga himoyasiz qolishingiz mumkin. Shu sababli fuqarolarimiz rasmiy ishlash orqali kelajagini kafolatlashlari lozim. Chunki ish shaklini tanlash sizning qo'lingizda.